quyonlar stressdan tushdi. Nima uchun tozalamayapman? Bu 4 ga bo'lgan bo'lsa, shuni yarmini oz-ozdan kuniga kelib berdi. Mana hozir ancha o'rganib qoldi. 0 dan daromadgacha bo'lgan rubrikani 29-yanvarda boshlagan bo'lsak, 20 kilo yem. Bugun 16-fevral. Shuncha payt ichida ketdi. Biznes qilmoqchi bo'lsa, quyonlar qanaqa biznes qilish mumkin, qayerga sotish mumkin, nimalar qilish mumkin, shularni batafsil aytib o'tish, yo'ritib o'tish maqsadi edi. Assalomu alaykum azizlar, sizlar bilan Quyonchi. Bugun 0 dan daromadgacha bo'lgan rubrikani keyingi qismi. Xo'p, nimalar bo'ldi? Deyarli katta o'zgarish bo'lmadi. 20 ta quyonchi qolgan bo'lsa, 3 ta nimadan 3 ta quyondan jami 20 ta quyoncha tug'ildi. Shundan ikkitasi yana o'ldi. Bilmayman qanaqasiga. Lekin bitta joyda 4 edi, shundan ikkitasi o'ldi. Xo'p, yemiga keladigan bo'lsak, yemi hozir soldim va bundan olib ertalab berdim. Xo'p, 29-sida boshlagan bo'lsa, 29-yanvarda boshlagan bo'lsak, 20 kilo yem. Bugun 16-fevral. Shuncha payt ichida ketdi. 17 kun ichida 30-31 va bugun 16 bo'lsa, ertalab berdim. Shuni hisobiga ketdi. Endi quyonlarga kelamiz. Xo'p, quyonlarga keladigan bo'lsak, eng bajaxil quyonimiz, agressivni quyonimiz ancha o'ziga keldi. Nimalardan yaxshi yangilik keldi, yaxshi tavsiyalar keldi. Dasturxon ismlari Nodir opa. Shu odamdan sabzi bering, qizil sabzi bering deb 2-3 kishi aytdi. Shu odam ham aytdi. Haqiqatan sabzi berdim 2-3 kun. Ko'p bermadim. Bitta bir 10 santimetrlik kichkina sabzini 4 ga bo'lib, shu 4 dan 4 ga bo'lgan bo'lsa, shuni yarmini oz-ozdan kuniga kelib berdi. Mana hozir ancha o'rganib qoldi. Hozir bu sabzini qidiryapti. Bugun bermayman shekilli. Bir kun berib, bir kun bermay, shunaqa qilib nima qildim, mana ancha o'ziga keldi. Lekin hali bosilgani yo'q, to'liq. Hali to'liq bosilgani yo'q. Bularni bezovta qilmaslik maqsadida hattoki tagini ham darrov tozalamayapman. 2 kun bo'ldi, bugun 2-kun. Ozgina nima qilibdi? Ozgina qo'pol pastagilari bo'lib ketgan. Nima uchun tozalamayapman? Turnuka bo'lganligi uchun ovoz kelyapti. Ovoz bo'lgandan hisobiga bular qo'rqib qolyapti. Yangi mehmon, kaliflar soni 8 taga yetdi, ona quyonlar. Tug'ishga tayyor kaliflar soni 8 taga yetdi. Shuni ham 9 ta qilib qo'ymoqchiman. Hozirda menda 9 ta xikol tayyori, bo'g'oz, 8 ta Kaliforniya bor. Ba'zilari qochgan, ba'zilari tug'gan, ba'zilari endi qochiraman. Bu ham yangi mehmon. Bularga keladigan bo'lsak, quyonlar ahvoli yaxshi. O'tgan videoda aytganim, quyon bitta joyda siyib, bitta joydan ahvol chiqadi deb, mana ko'rib turibsiz. Hamma joyda emas, endi bu bitta to'kilib qolgan, lekin aslan bitta joyda siyib, bitta joyda hammasini chiqaradi. Quyonlarning yem yeyishiga keladigan bo'lsak, ishtahasi ochildi. Endi tushungan bo'lsam, mana bu 12 kun, 15 kunlarida quyonlar stressdan tushdi. Quyonlarning stressdan tushishiga shuncha vaqt ketdi. Sababi ovqat yeyishi zo'r bo'ldi. O'zim ham hayron qoldim, nimaga bular yemayapti ekan deb. Stressdan tushgandan keyin mana hozir ovqat yeyishi zo'r bo'ldi. Mana unaqa idish bor, qizilidan, shuni sal kichikroq. Shunga ketsa, adashmasam 1,5 kilo ketadi. Hozir kuniga 1,5, ba'zi vaqt sal kamroq, ba'zi vaqt 2 kilo yem ketyapti. Ana shu 6 ta quyonga. O'zingizlar bilasizlar, bu 6 ta quyonni yemi alohida. Hozir boya aytganimdek, ikkinchi qopni ochdim. Rasxod buguni yo'q. Rasxod bitta vitamin beryapman. U vitamin ham arzon turadi. 25 mingga vitamin oldim. Общий. Ana shu 25 minglik vitaminni haligacha ichyapti. U o'zi 5 kun beriladi. Imенно bular uchun olganim yo'q. Nariga quyonlar uchun oldim. Ulardan ortib qolib, bularga beryapman. Ikkinchi kuni 10 gram hali vitamin ichishdi. Vitaminni 100 grammi 20 mingmi, 15 mingmi turadi. Prosta ko'proq olib qo'ygandim. Xo'p, o'lgan ikkita quyoncha mana shu yerdan o'lik chiqdi. Bilmayman nimaga o'zi bu yerda 4 ta bola bor edi. Lekin shu ham eng ko'p tug'ilgan quyon mana shu 14 tami, 15 ta tug'di.
sразу 3tasi o'ldi. Qolganlari bir kun qaramagandi. Erkakka qo'shganimdan keyin mana bunaqa yaxshi yungini yulib, nima bo'lib qoldi, o'ziga kelib qoldi quyon. Xo'p, bu yerda 8 ta, bu yerda pateriya bo'lmadi. Bitta tug'gan bo'lsa, boshida bitta pateriya bo'lganda bo'ldi. Buni ikkitasi ana u tomonda turibdi adashmasam. Unga qo'shib qo'ydim. Ular o'ldi shekilli, men mana shuniki o'ldimi? U onasini aybi bilan. Xo'p, bu xalastoy chiqqandi. Bunisi esa hozir tug'gan. Bu esa tug'ilgan quyon. Ko'rishinglar mumkin, 6 ta. Yaxshi ko'rinmayapti. Bir tomonda yaxshi. Bu quyon sal qo'rqoqroq, darrov iniga kirib oladi. Shuning uchun ko'p bezovta qilmaymiz. Xo'p, hozircha 6 ta quyonga qilingan rasxod shulardan iborat edi. Yana eslatib o'taman. 6 ta quyon 450 mingdan tushdi menga. 450 mingdan 6 ta quyon oldim. Yemiga bugun ikkinchi xalta bo'lsa 120 mingdan ketyapti. 240 ming yana qo'shildi. Vitaminni endi hisoblamayapman, chunki o'zimda bor, u arzimagan pul bo'lyapti. Va bitta quyon o'ldi. Bittasi xalastoy chiqdi, qolganining bolasi bor. Hozircha yangiliklar shundan iborat edi. Kutib qolinglar, ya'ni keyingi sonlarda yana biron o'zgarish bo'lsa, bajondan bo'lishaman. Albatta bu video kimlar uchun, kim biznes qilmoqchi bo'lsa, quyondan qanaqa biznes qilish mumkin, qayerga sotish mumkin, nimalar qilish mumkin, shularni batafsil aytib o'tib, yo'ritib o'tish maqsad edi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar. Fikrlarni kommentariyada qoldiringlar. Savollar bo'lsa bemalol qoldirishinglar mumkin. Qo'ldan kelgancha javob beraman.